أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله تعالى iltifati bilen Tefsirul Celaleyn'den Sure Bakara'nın 265. ayete keldik. Oldingi oyatlarda Alloh taoloninki o'liklarni qandoq tirildirganligi, qudratining yetilganligi haqidagi mazmun so'zlangan 259 oyatda. 260 oyatdami shu Alloh taoloning o'liklarni qandoq tirildirganligiga aloqador bir mazmun so'zlandi ekan. Alloh taolo shundoq deydi: Estaizu billah va iz qala Ibrohim robbi arini kayfa tuhyil mauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Öz vaqtida İbrahim Parvardigarim o'liklarni qandoq tirildirganligini menga ko'rsatgan dedi. Alloh o'liklarni tirildiroladiganligimga ishonmadingmi dedi. İbrahim ishondim, lekin ko'nglim taxmin qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Alloh aytdiki, qushdan to'rtni olgin. Ularni o'zingga to'plagin, ya'ni ularni parchalab, go'shtlari bilan paylarini aralashtirgin. Ondan har bir toqqa ulardan bir bo'lakini qo'ygin. Ondan ularni chaqirgin. Sening oldinga ular chapsan keladi. Bilginki Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. İz degan ya'ni uzkur degan ma'noda. Asligin shunda bir vaqtniki aytdi İbrahim, Parvardigorim, ko'rsatgin menga qandoq tirildirsan o'liklarni. Aytdi Alloh taolo İbrahim alayhissalomga, "Avalam tu'min?" Ya'ni sen iymon etmadingmi? Ishonmamsan. Ya'ni kofir holatda bo'lib, keyin iymon etgan ma'nodagi gap emas. Ya'ni mening o'liklarni qayta tirildira olmaydiganligimga, qudratimning yetilganligiga ishonmamsan deganda İbrahim alayhissalom yo'q, iymon etdim, lekin so'rdim sendan qalbimning xotirjam bo'lishi uchun. Yine sa'alahu İbrahim alayhissalom buning shu Alloh taoloning o'liklarni qayta tirildirishga qudratining yetilganligiga iymon etadigan turuqliq so'rdi deydi. Nima uchun desa, shu so'rgan narsaga javob berish uchun shu orqali anglag'uvchilarning İbrahim alayhissalomning g'arazini, maqsadini bilib olish uchun. Liyatma'inna degan yaskuna. Yine taskin tepish uchun mening qalbim bil muayyenetil madmumati ilal istidlal. Yine dalil talab qildigan, yine bir dalil qo'shilgan aynan ko'rish bilan. Dalil orqali mening ko'zim aynan ko'rishi bilan qalbimning texmo taskin tepish uchun mush maqsad so'rdim dedi. Endi aytdi Alloh taolo fahud arba'atan minat tayr. Sen qushdan to'rtni olgin. Qilgin ularni o'zingga. Ne fasirhunna deb ikki xil o'qildi debdi. Ne fasirhunna degan emilhunna ilayka degan bo'ldi ekan. Ularni o'zingga moyil qilgin va parchalagin ularni, aralashtirgin ularning go'shini va paylarini bir-biriga aralashtirib et. Ondan har bir taqqa o'zingning zamindagi tog'lardan har bir taqqa shu qushlarning bir parchini, shu aralashtirilgan holatidan bir parchani aşağıya qo'yib qo'ygin. Ondan ularni o'zingga chaqirgin. Chaqirsang, ularning hammasi sana nati tez chapsan holat keladi dedi. Bilginki Alloh taolo azizdir. Yine Alloh taoloni hech narsa ojiz qila olmaydi. Hakimdir. Alloh yine o'zining qilmishida Alloh taolo hikmat bilan ish qilguchidir. Bunda İbrahim alayhissalom bir tavus, to'zni, nasr va bu qoga, xo'roz qatorliq to'rt qushni oldi deydi. Va ularni shu yuqorida zikr qilingan bo'yicha ashta qildi. Va ularning boshlarini o'zining yanında tutib qoldi. Ularni chaqirgan edi. Shu parchalarninki hammasi bir-biriga qo'shilgan holatda to'liq komil bo'g'uchilik
qo'shilib uchib keldi deydi. Ondan o'zlarining beshlariga qo'nib e, aslohati keldi demiş. Yani hemmisi əlaqə beşiğe olmuşup gidip mesela toz qağınınkiga degende münda halat emas. Toznunki parçaları şu tozun beşiğe, qağının parçaları qağınınkiga, xo'rozniki, nasırki degandek. Aşı hemmisinin parçaları özünün beşiğe konup yerleşip yine eshalati keldi. Yine Allah Teala ölüklerini muşunaq tirildireyleydi o. Ee, Ta ki Adem Aleyhisselam'ın devrini tartıp hazır kadar nurgulgan insanlar ölüp ketdi. Ularning tellari parchalanib, ustixonlari bir yerda, bir yerda to'piga aylanib ketdi. Shunda bo'lsa-mu, Alloh taolo osh insonlarning hammasini qiyomat kuni qayta tirildiradi. Alloh taoloning buning qudrati yetadi deb imo etishimiz kerak. Endi yuqorida biz o'qib o'tgan oyatlarda Alam tara ilalladi hajja İbrahim'e fi rabbih degan oyatda Alloh taoloning rububiyatiga aloqador bo'lgan mazmun so'zlangan. Ya'ni Allohning İbrahim alayhissalomdan ani so'ragan inson shu chog'dagi podsho hamdi. Alloh taoloning borligiga bir isbot keltirib bergin deb so'ragandi bunda. Ham keyingi ikki oyatda Alloh taoloning o'liklarni qayta tirildirganligiga aloqador ahvollar so'zlandi. Bu üç ayet mushunda mazmun bağımdı. Bir ayette Allah'ın rububiyetlik alakaları ehval sözlendi. Şimdi iki ayette Allah Teala'nın ülüklerini kayta tirildirişke, kudretinin yetigalıqa alakadar olan ehvallar sözlendi. Demek bunun nemini bile olaydı ekemez dese, insanların içinde Allah'ın bağlılığa işenmeydiğin insanlardan beklerek Allohning o'liklarni qayta tildirishga qudratining yetganligiga ishonmaydigan insonlar jiqroq degan bir mazmunni bilib olar ekanmiz buni. Lekin Allohninki e, birligiga ishonmaydigan unda kofirlar ko'p bo'lsin, lekin Allohning borligiga ishonadigan insonlar ko'p dunyoda. Masalan, Yahudiylar bo'lsin, xristianlar bo'lsin, ashuna hammasi Allohning borligiga ishonadi. Lekin Allohninki birligiga ishonmaydi. Tavhid, ulug'iyat tarafda xatolashib ketganda hattoki Makka mushriklarimi Allohning borligiga ishonadi. Lekin Allohning birligiga ishonmaganimni. Shu jihatdan kofir bo'lib ketdi. Demak, Alloh taoloninki borligiga, mush osmon zaminni yaratganligiga ishonadigan insonlar nihoyat ko'p. Lekin Allohning birligiga ishonmaydigan insonlar bularmi ko'p endi. Allohning birligiga ishonmaydigan insonlar Allohdan qaraganda sal o'xshashmaydi. Allohninki o'liklarni qayta tirildirganligiga ishonmaydigan insonlarmi nihoyat ko'p Allohga qarag'an chog'da. Xo'sh, endi qiyomat qoyim bo'lganligiga biz ishondik. Endi qiyomat qoyim bo'lgan chog'da Alloh taolo mushu dunyoda insonlarniki qilgan qilmishlariga qarata yaxshi bo'lsa yaxshi, yomon bo'lsa yomoncha, o'shalarga jazo ya mukofot beradi. Shu Alloh taoloninki insonlarning yaxshi ishlariga mukofot beradigan ishlarning jumlasi nima desa, Alloh yo'lda pul mollarini nafiq qilish demoqchi. Ilgirki oyat bilan hozir biz o'qimoqchi bo'lgan oyatning munosabati mushundoq. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Yine Allah yolda pul mallarını nefik kılganlarının misali, pul melini serip kılganlarının serip kılgan nersi yerge terilip yetti başak çıkargan her başkada 100 dan tutkan bir danga o'xshaydi. Allah xohlagan bandasiga hasalab savob beradi. Allohning marhamati cheklik emas, kengdir. Allah mol sarf qilguvchining niyatini bilguchidir dedi. Matalu degan sifatu nafaqati degan ma'noda. Ya'ni Alloh yo'lida pul mollarni nafiq qilgan kishilarning nafiqalarininki sifati qandoq desa, kamatali habbatin bir donning misoliga o'xshashki, unib chiqdi u don undirdi 7 boshoqni. Ya'ni 7 boshoqni undirgan har bir boshqida 100 dona don bo'lgan. Ashundoq bir donning misoliga o'xshashdir. Ya'ni Allohning
Allohga itoat qilib, pul mollarni sarf qilganlarning misoli. Ashunga o'xshash ularning nafqalari, ularning qilgan shu yaxshi xayriyat ishlari, nafqalari hassilindi 700 hasigacha. Yani bir lira yoki bir dinar xashlasa, shunga Alloh taolo 700 hasigacha savob beradi demak. Vallohu yudaifu. Alloh taolo hassilab beradi. Oningdimi ko'proq hassilab beradi xohlagan odamga. Yani savobini ashtaq hassilab ko'paytib beradi. Alloh taolo vasiun. Allohning fazli kengdir. Alimun. Yani shu savobni hassilab berishga loyiq bo'lgan kishini obdan bilguchidir. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah yolunda pul mallarını nefik kılganlar. Ondan aşı nefik kılgan nersiga minnet ve eziyetini ergeçtirmeyenler. Yani mennen diyen alil munfak aleyhi. O pul malını nefik bergen adamga men sana manda yaxshilik qildim, seninki holingni yaxshilashga sabab bo'ldim, sening ko'nglingni mushtaq xotirangni to'ldirdim degandek mushtaq gaplar bilan nafiq qilingan odamga minnat qilmagan, minnatni ergashtirmagan va aziyat ergashtirmagan mushtaq kishilar bo'lsa, e, ularga nafiq qilgan ishining savobi bo'ladi, ajri bo'ladi Parvardigorning dargohida. Ularga qo'rqinish yo'qdir, ular g'amkin bo'lmaydi. Oxiratda g'am qilmaydi. Adan degan shu naf qilgan narsaga qarata aziyat qilmaganlar. Bidikri zalika. Oshini tilga ilish bilan bir odamgiki yaxshi ko'rmaydi, uningki osh ishlarda to'xtashini. Yana mushta tirg'ilib so'zlab yurishini yaxshi ko'rmaydigan odam bo'lsa, uningga mushta men san ani qildim deb so'zlasa, bu aziyat bo'ldi ekan. Nima shundaq aziyat ergashtirmagan minnat qilmagan odamlarga ularning qilgan nafaqasiningki savobi nihoyat ko'p bo'ladi. Ularga o'lgan vaqtda qo'rqinish yo'q va ular oxiratda ma dunyoda qilolmagan ishlarga g'amkin bo'lmaydi deydi. Xo'sh, ham keyingi oyatda qavlum ma'rufu va mag'fira xayrun min sadaqati yatba'uha adha. Yaxshi so'z va raddun ala saili jamilun va so'rg'uchiga chiroyliqcha raddiya qaytirish va kechirib o'tish. Mag'firatun degan so'rgan odam voy mana manda qiyinchilik qilgandim, manda qiyinchilik qilgandim deb bak ching turib olgan bo'lsa-mu, o'sha holatda ya'ni uning kechirib o'tgan ahvol yaxshidir. Shunda bir sadaqadinki ergashdi uningga aziyat. Minnat qilish bilan va uning so'rg'uchiga ayb or nomusini keltirish bilan yine yoqim bilmem degan adandan murod minnat qilish bilan aziyat agashgan va so'rg'uchiga or nomus agishib kelgan mundoq sadaqadan yaxshidir deydi. Uningga aziyat berib minnat qilib sadaqa qilgandan uni sen chiroyli gap qilib qaytarib bersang mao yaxshi demoqchimni. Chiroyli gap qilib yo'l olib qo'ysa mao yaxshi demoqchi. Vallohu g'aniyyun halim. Alloh taolo behojatdir. Bandalarning sadaqasidan behojatdir, halimdir. Jazolashga oldirib ketmaydi. Jazoni kechiktirish bilan minnat qilg'uchidan va aziyat qilg'uchidan. Uningga jazoni kechiktirish bilan halimdir. Mush oyatda vallohu g'aniyyun halim degan mushu oyatda nihoyat muhim nuqta bor ekan. A bir narsa so'rab kelgan odamga qo'pol gap qilib, uni minnat qilib munda qilganlar qarta oshlar qarta bir tahdid bor debdi. Sen uningga shu hojatmanga qo'pol gap qilib uni aziyat qilgan bo'lsang, kunlarning birida Alloh taolo sendan mol dunyoni tortib olib, oni boy qilib o'tish mumkin. Halim yine seni cezalashqa Alloh taoloning albatta qudrati yetidi. Alloh taolo Halim yani jazoni kechiktirdi. Ma'lum bir hikmat bilan Alloh taolo jazolashni kechiktirdi deb onin qarata bir ogohlantirish bor debdi shunda. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ey iman etgan müminler, sizler sadaqalaringlarni
shu sadaqalaringlarniki ajrini minnat qilish bilan va aziyat yetkazish bilan botil qilib o'tmanglar, bekor qilib o'tmanglar. Shunda bir odamga o'xshashki, pul malini kishilarga riyo qilish uchun nafi qilgan odamning nafiqasininki botil bo'lib ketganiga o'xshash, bekor bo'lib ketganiga o'xshash. Pul malini kishilarga ko'rsatish uchun riyo qilib nafiq qilgan odamlarning nafiqasining bekor bo'lib ketganiga o'xshash. Va Allohga oxirat kuniga iymon etmaydiganlarninki nafiqasining qilgan nafiqasininki ajrini bekor bo'lib ketganiga o'xshash. Demakchi. Yani ey mo'minlar pul malini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishininki qilgan amalini bekor qilayotganiga o'xshash bergan sadaqanglarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekor qilayotmanglar. Bundoq pul malini boshqalarga ko'rsatish uchun sarf qilgan odam xuddi ustiga to'pichan qo'nib qolgan qattiq yomg'irdan keyin yuyilib burunqidek bo'lib qolgan siliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallari uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'lolmaydi. Alloh kofir qavmni hidoyat qilmaydi. Bu pulmini kishilarga ko'rish uchun nafiq qilgan, Allohga oxiratga iymon etmaydigan odam qanday odam desa munofiq deydi. Munofiqningki ajri bekor bo'lib ketgandek sizlarmi pul bilanlarni minnat qilish, aziyat berib mundoq qilsanglar, ashuna ajri bekor bo'lib ketadi, hech qanday savobga erisholmaysizlar demoqchi ekan. Famataluhu uning misoli nimaga o'xshaydi desa, soffon, ya'ni siliq bir toshniki misoli o'xshaydi. Bu siliq toshniki ustida to'pchang bor. U to'pchangga shunda qattiq bir yomg'ir tegsa, yomg'ir tushsa tabiga, uni yomg'ir tushgandan keyin uni nihoyat siliq qattiq holatda qo'yib qo'ydi deydi. Anindagi ustidagi azroq to'pchang yulib yo'qolib ketgandan keyin ustida hech qanday bir narsa yo'qdek holatda tashlab qo'ydi. Ee, Demek işte pul milinin riyo qilib kishilarga aziyat yetkazib nafi qilganlarni misoli nimaga bo'ldi nimaga o'xshash desa işte ustida to'pchang bo'lib uningga keyin yomg'ir yoqqandan keyin yomg'ir ustidagi to'pchangni yuvitib hech narsa qolmay sipsiliq holatda qo'yib qo'ygan toshning misoliga o'xshash. Yani ajri işte yo'qolib ketdi demoqchi. La yaqdiruna ular qodir bo'lolmaydi qilgan ishidan hech narsaga hech qanday bir savobga ega bo'lolmaydi. La yaqdiruna degan bu yangidan boshlangan jumla. Munofiqning pulni riyo qilib nafi qilgan munofiqning misolini bayon qilish uchun yangidan boshlangan jumla. Bu yerda la yaqdirunada damir yani olmash ko'plik holati keltirildi. Allazininki ma'nisini e'tiborga olmoq jihatdan. Aslidagi allazi lafziy jihatdan birlik bo'lsa-mu, lekin ma'no jihatdan ko'plik bo'lg'achqa shu ma'nisini e'tiborga olib turib, mana la yaqdiruna deb ko'plik holat keltirildi demoqchi. Yine ular oxiratda qilgan ishidan hech qanday savobni topolmaydi. Xuddi ovi toshning ustida to'pichangdan hech qanday narsa qolmagandek. Ustida bog'lagan to'pichangdan yomg'ir uni yo'qotib o'tganligi uchun hech qanday bir narsa qolmaganga o'xshash deydi. Vallohu la yahdil qawmal kafirin. Alloh taolo kofir qavmni hidoyat qilmaydi. Mushu hozir biz o'qigan keyingi ikki oyatda pul mollarini nafi qilishga aloqador oyatlarni o'qigan bo'ldik. Ama shunda biz bilib olgan bir qancha muhim nuqtalar var ekan. Biri bu oyat Alloh yo'lida nafi qilishninki va Alloh yo'lida nafi qilishga boshqalarni qiziqtirish, rag'batlantirishninki nihoyat sharafli, fazilatli bir ish ekanligi bayon qilingan deydi. İkinciden bu oyat nafl sadaqini va vojib sadaqa hammani o'z ichiga oladi. Alloh taoloning yo'llari nihoyat ko'pdir. Shuningdek bu oyat zakat oyati nozil bo'lishidan ilgari nozil bo'lgan bo'lib, zakat oyati tushgandan keyin bu mansux bo'lib ketgan deyishga hech qanday hojat yo'q deydi. Chunki Allohning yo'llaridan nafi qilish har qanday vaqtda bu chaqirilgan mustahab ishlardir, mandub ishlar deydi. Uchinchidan Qur'on Karimda shundoq kelganki, yaxshilik amallarning hammasiga berilgan yaxshilik ajr savob
uning 10 hassasigacha bo'ladi deydi. Lekin bu oyat shuni taqozo qildiki, jihodga nafiq qilish uning savobi 700 hassasigacha bo'ladi debdi. Alloh taoloning vallohu yudaifu liman yasha degan so'zi Alloh taolo xohlagan odamga 700 hassasigacha ajr savobni ko'paytib beradiganligiga dalolat qilgan. Mush oyatninki nozil bo'lish sababida hamda payg'ambar alayhissalom mana bir jihodga tayyorlik qilgan vaqtda jayshul usra degan jihodga jihodga tayyorlik qilib sahobalarni shu nafiq qilishga shunga yordam qilishga chaqirgan vaqtda nurg'un ba'zi sahobalar shunda ko'p mol dunyolarni akab ekan. ibn hazrati Osman roziyallohu anhu ming dona tugini ming dona tugini yordam qilgan debdi shu jihodga ming dona tugi shuning qarta mush oyat nozil bo'lgan ekan. Alloh taolo shuning qarta deyotidi jihodga qarta qilingan yordam nafiqaninki savobini Alloh taolo 700 asigacha ko'paytib berdi deyotidi shunga. Biz bilib olgan 4-cü nuqta nima desa bu oyatda dehqonchilik ninki noiti ustun sharaflik bir kasb ekanligini bildirdi deydi. Sharaflik bir kasb ish ekanligini bildirdi. Shunga Alloh taolo shu dehqonchilikqa aloqador bo'lgan ishni misol keltirib bu yerda so'zildi. Hadisda shundoq kelgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deganki, qandoqki bir musulmon bir ko'chat tiksa yoki bir ziroat terisa, ondan har qanday bir uchar qush yoki inson yoki bir hayvon yegan bo'lsa, u shu yegini u odam uchun sadaqa o'rni bo'ladi degan. Demak, bu dehqonchilik qilish, bog'bonchilik qilish qatorliq ishlarning savobi nihoyatda ko'p ish deydi. Hem biz bilib olgan 5-ci nuqta nima desa, Alloh yo'lida nafiq qilish, minnat qilmasdan, aziyat yetkazmasdan Alloh yo'lida nafiq qilish Allohning roziligiga sabab bo'lgan ishdir. Xuddi Alloh taolo Alloh va Allohning rasuli qiyinchilik jangi jayshul usra deb atalgan shu qo'shinni tayyorlagan, shu qo'shinga ko'p yordam qilgan Osmon roziyallohu anhudan rozi bo'lgandik. Osman roziyallohu anhu 1000 dinarni ep kelib payg'ambar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamniki oldiga qo'ygan deydi shuni. Endi 6-nuqta biz bilib olgan. Qilgan sadaqasiga minnat qilish bu cho'ng gunohlarning qatoridan deydi. Kaboirning qatoridan debdi. Bu minnat qilish degan qanday gap desa, qilgan ishini tilga ilib, men sana mundaq qildim, undaq qildim, unda yaxshilik qildim, unda yaxshilik qildim deb so'zlab yurishdi. Bu işte minnat qilish bu cho'ng gunohlarning qatoridan ekan. Buni biz cho'ng gunohlarning qatoridan deyishninki dalil nima degan vaqtda hadisda shundoq kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dediki, uch turlik odamga Alloh taolo qiyomat kunisi qaramaydi. U uch turlik odamning birisi ota-onasini qaqshatquchi. Yana birisi erlarga o'xshab olgan ayol. Erlardek bo'lib olgan ayol kishi, yana biri ad-duyus, ayolni kullamaydigan dayus odam deydi. Mushta uch turlik odamga Alloh taolo qiyomat kuni qaramaydi ekan. Yana uch turlik odam bor, ular jannatga kirolmaydi debdi. Birisi ota-onasini qaqshatquchi. Vel mudminul xamr. Naite bek haraq ichadigan zo'bay bo'lib ketgan odam deydi. Uchinchilik odam kim bo'lsa, bergan narsaga minnat qilguvchi deydi. Nima u sahihati so'g'ashqa mushuningdan qilgan nafiqasiga qilgan yaxshilik qilgan minnat qilish cho'ng gunohlarning qatorida deyildi ekan. Endi 7-nuqta nima desa, Alloh taolo o'zining yo'lida nafiq qilganlik qarta savob beradiganligini 3 ishqa qildi deydi. Biri Alloh taolo u kishiga ajr beradiganligiga kafolat qildi. Kepil bo'ldi. Bu yerdagi ajr jannatdir. Va u kishidan o'lgandan keyin qo'rqinish yo'q deb qo'rqinishni yo'q qildi u odamdan, nafiy qildi. Va uningdan dunyoda qoldirib qo'ygan narsalarga g'am qayg'u qilish bo'lmaydi deb g'am qayg'uni yo'q qildi.
Chunki u odam oxiratda mushu dunyodagi chog'da qilgan ishlaridan xushal bo'ladi. Qilgan epaqisidan. Oyatda nima deb bor desa ayni. Lahum ajruhum inda robbihim va la xawfun alayhim va la hum yahzanun. Degan mushu oyat shuning dalili. Mushu oyatda boy bo'lishni peqillikdan ortiq ko'rgan odamga bir dalil bor debdi. Demak, boy bo'lish uchun tirishishmi yaxshi ish demoqchi. Boy bo'lsam işte yaxshi ishlarni qilib olgan ekanman. Biz bilib olgan 8-chi nuqtami degan chog'da al qavlul ma'ruf xayrun min sadaqatil aza deydi. Yaxshi so'z bilan yaxshi so'z qilish aziyat beradigan sadaqadan yaxshidir. Bu yaxshi so'z degan al qavlun ma'ruf degan oyatdagi shu so'z nima desa, shu so'rab kelgan odamga chiroyli yaxshi duo qilib qo'yish va uning ko'nglini, xotirasini to'ldirish va Allohning dargohidagi narsa qarta bir umidvor qilish deydi. Alloh taolo sana bersin deb bunda chiroyli gap qilib yo'lga solib qo'yish moningda ajr savob bo'lgan ish. Lekin aziyat berib sadaqa qilish uning hech qanday ajri savobi yo'q ishdir. Shuningdek, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisda shundoq degan: "El kalimatu tayyiba sadaqatun." Yaxshi so'z umi sadaqadir. Haqiqatan sen qarindishingga xushchiroy holatda uchrashishingmi yaxshilikning jumlasidan bo'ladi degan. Xo'sh, endi biz bilib olgan 9-chi nuqta nima degan chaqda Alloh taolo minnat qilib yoki aziyat berib sadaqa qilgan odamning ahvolini bildirganlik uchun uning undoq odamning qilgan sadaqasi qabul bo'lmaydi deydi. Shuningdek Alloh taolo undoq odamning sadaqasiniki qabul bo'lmaydiganligi, savobdan mahrum qilganligini la tubtilu deb buni ifodaladi. Yani ibtol degan so'z bilan ifodaladi deydi. Ibtol degan shu butunlay yo'qolib ketadi degan gapda bu. Bu yerdagi maqsad nima desa, shu minnat qilingan sadaqaning o'zi botil bo'lib ketadi. Uning boshqasi emas. Siz ma'lum 10 qatim sadaqa qilgan bo'lsa, shu 10 qatim sadaqaningki birisiga minnat qilgan bo'lsa, shu bir qatimlik sadaqasi botil bo'lib ketadi. Qolgani botil bo'lmaydi degan bo'ldi ekanimda. Alloh taolaning rahmati keng zot bo'lg'achqa, sizning shu qilgan ishingiz qarta ola jazolaydi, uning sizga zulm qilmaydi demoqchi bu yerda. Hem biz bilib olgan 10-cu nuqtaymi degan chaqda Imom Malik la tubtilu sadaqatikum degan oyatga asoslanib turib, bir odamningki o'zining sadaqasini, vojib sadaqasini, zakatini deyli, zakatini yaqin urug' tuqqanlarga berishni makruh deb qaragan debdi. Chunki yaqin urug' tuqqanlarga bersa, u urug' tuqqanlari uning voy rahmat deb hamda madiyalarni o'qiydi. O'qigandan keyin ana bu odam keyindan qopib bir minnat qilib qoladi. Yoki uni sadaqa yani olgan odamlar zakatni olgan odamlar o kishiga bir mukofot berib qo'ydi. Shuning bilan bu yerda Alloh roziligi uchun ixlos qilish degan ma'no yo'qolib ketadi. Shunglashqa zakatni yaqin urug' qildirib berish makruh deb qaragan ekan. Balki uni boshqa yot odamlarga bersa mustahab bo'ladi debdi. Ammo zakatni tuqqanlarning ichida shuni loyiq odamlar bo'lsa bersa bo'ladigan bunday odamlar bo'ldi emasmi? Masalan, o'zining navr tuqqanlarga bersa bo'ldi. Bir tuqqanlarga bersa bo'ldi. Lekin ota-onasiga, bovisiga, mo'misiga, qatorliqlarga yaqincha ular zakatga loyiq bo'lsa-mu, zakatini bersa durust bo'lmaydi. Hem biz bilib olgan 11-ci nuqta mush oyatlardan hamdi. Qilgan sadaqasiga minnat va aziyat aralashtirgan, minnat qilgan, aziyat yetkazgan odam riyo qilguvchi munofiqning misoliga o'xshashdir. U ikkisining har birisining amali botil, hech qanday foydasi yo'q, fazilati yo'q. Uning asri davomlashmaydi. Tezda o'chib ketadi deydi. Xuddi munofiqmi qilgan amalini boshqalar ko'rsin deb qilganga o'xshash, uning savobim yo'qolib ketadi. Xuddi munofiqningmi hech qanday qilgan amalidan savob natija ololmagandek, qilgan sadaqasiga minnat qilib aziyat berib bergan odammi qilgan ishidan hech qanday natija savob ololmaydi demoqchi ekan. Alloh taolo hammaga manfaat ilm ato qilsin.
o'qiganimizga amal qiladigan ixlos mo'minlarning qatoridan qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.